Bolajonlar, darsdan keyin sinfni toza saqlash kerakmi? Albatta, sinf bizning ikkinchi uyimiz-ku. Agar ustoz savol bersa nima qilamiz? Qo'l ko'tarib, navbat bilan javob beramiz. Kichik ukang yoki singling xafa bo'lsa nima qilasan? Yoniga boraman, xafa bo'lma deyman va quchoqlayman. Agar kimdir bizga narsa bersa nima deymiz? Rahmat, bu odobning kaliti. Dars vaqtida do'stimiz bilan gaplashish to'g'rimi? Yo'q, bu odobsizlik. Avval dars, keyin suhbat. O'qituvchi xafa bo'lsa nima qilish kerak? Kechirim so'raymiz va xatoni takrorlamaymiz. Kimdir buyumni yo'qotsa, topgan odam nima qilishi kerak? Egasi topilguncha saqlaydi. Bu halollik. Ovqatdan oldin nima deymiz? Bismillah deb boshlaymiz. Bu sunnat. Axlatni ko'chada ko'rsang nima qilasan? Ko'tarib joyiga tashlayman. Tozalik iymondandir. Kimdir seni masxara qilsa nima deysan? Jimgina yuraman, urishmayman, odob bilan javob beraman. Do'sting yiqilib tushsa nima qilasan? Qo'lidan ushlab turg'izaman. Bu mehr. Kattalar gapirayotganda jim turish nega kerak? Chunki bu hurmat va tarbiyaning belgisi. O'yinchoqni sinfdosh bilan bo'lishish to'g'rimi? Ha, mehr ulashgan sayin ko'payadi. O'qituvchi tinchlaning desa nima deymiz? Jim bo'lamiz, diqqat bilan tinglaymiz. Farzand ota-onasini qanday xursand qiladi? Gapini tinglab, yaxshi o'qib, yordam berib, Nonni yerga tashlab yuborsak nima qilamiz? olib, o'pib, joyiga qo'yamiz. Bu hurmat. Kattalar uchun eshikni ochish kerakmi? Ha, bu kichik, lekin katta odob. Birov so'ragan narsani bermaslik to'g'rimi? Yo'q, mehr bilan ulashish kerak. Har kuni duolarda o'qish ham odobmi? Albatta, duolar qalbni tozalaydi. Odobli bo'la deganda kimni tasavvur qilamiz? Har doim rost gapiradigan, toza yuradigan va hurmatli bolani.